Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, ijtimoiy, ya'ni YouTube ahli. Bizga Xitoy davlatidan pitsa pechkalarimiz, ya'ni elektrический pitsa pechkalarimiz kelgan. 2 litlik minta gazlilarimiz kelgan. Toklilarimiz kelgan. Ko'rib turganingizdek ko'rsatib o'tamiz. Bu elektrligi oldi qora. Mana bu gazligi oldi oq nerjevekadagi yangilik bo'lib. Birinchi qol o'zimizda mintayi dillarligini olganmiz. Adashtirib qo'ymani. Original bo'lgan mahsulotda tanlashda yana hozirgi kunda adashmovchiliklar ko'p bo'lyapti. Bizni kuzatib tursangiz, yangiliklarimizni hali qo'yib o'tamiz. Bu elektrligi 2 litligi mana. Buni berkalargacha, ma'lumotlargacha. Xo'p, 6 litligimiz mana. Tokligi. Oldi oq kelgan. Oldi qorasi ham bor. Xo'p, gazlilarimiz kelgan 9 talik, 9 litlik toklilarimiz kelgan. Va bir qancha ko'p yangiliklarimiz kelgan. Hozir ulgurmayapmiz. O'shanga mana skladdan turib sizlarga yetkazib beryapmiz. Kimga qanaqasi qiziq bo'lsa, bemalol buyurtma berishingiz mumkin. 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida dastavka qilib beramiz. Ko'p mijozlarimiz kelishuv asosida degan so'zni unutib, dastavka qilib beramiz deb aytgansizlar-ku deyishyapti. O'shanga video davomida, video ichida aytib o'tib ketamiz. Kelishuv asosida deganda dastavka xizmati o'zingizlardan bo'ladi. 12 ta viloyatga qatnalgan bizda pitakda shopirlarimiz bor, Isuzu, ana shu yerga olib chiqib gaplashtirib qo'yamiz. Shunaqa dastavka xizmati ishlaymiz. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. 6 oy mana shu pechkalarga, ya'ni minta zavodda ishlab chiqarilgan pechkalarga 6 oy garantiyasi bor. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Telefonlarimizni video ostiga qo'yib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangiliklarimiz hali oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.